O'zbekistonlik mashhurlarning opa-singillari nimalar bilan band? Aktrisa Asal Shodiyevaning Robiya ismli singlisi bor. U opasidan farqli ravishda bolaligidan san'atga qiziqmagan. Robiya bugungi kunda kosmetolog sifatida faoliyat yuritadi. U oilali va bir nafar o'g'il farzandi bor. Asal Shodiyevaning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Xonandalar Lola va Shahlo Ahmedovalar. Oilada 3 qiz. Lolaning singlisi Shahloning opasi Zulayho Turkiyada o'z karyerasini rivojlantirish ustida ishlamoqda. U imij stilistikasi va fotografikaga qiziqadi. Opa-singillarga like bosishni unutmang. Xonanda Lola Yo'ldoshevaning ham 2 singlisi bor. Katta singlisi Anora bir necha yil avval rusiy zabon tili boshlovchisi sifatida faoliyat yuritardi. Hozirda 4 farzandning onasi bo'lgan Anora bir necha yildan buyon AQShda istiqomat qiladi. U Instagramdagi shaxsiy blogini yuritadi. Oilaning kenja farzandi Asal ham Insta bloger. Asalning Amir ismli o'g'il farzandi bor. Mashhurlar uchun like bosishni unutmang. Aktrisa Sitora Alimjonovaning birgina opasi bor. Dildora Hoshimova taqdir taqozosi bilan Janubiy Koreyaga turmushga chiqqan. Hozirda u 2 farzandning onasi. Asli jurnalistikaga qiziqqan Dildora Koreys televideniyasida qator teleloyihalarga boshlovchilik qilgan. So'nggi yillarda esa singlisi yordamida o'zbek kino san'atida ham o'z o'rnini topishga harakat qilmoqda. U milliy telekanalda efirga uzatilgan Sevgi serialida ham suratga tushgan. Havas qilganlar videoga like bosishni unutmang. Shu kabi qiziqarli shou-biznes yangiliklarini Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.